Ogoh bo'ling. Xitoyliklar haqida yana bir shoshilinch va muhim ma'lumot e'lon qilindi. Xitoyda 4 nafar fuqaro qatl etildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan eng so'nggi va muhim ma'lumotlardan doimiy xabardor bo'lmoqchimisiz? Hoziroq 3-5 Uz kanaliga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Barcha uchun kerakli va muhim bo'lgan mavzudagi videoroliklarni tayyorlab, taqdim etib borishda davom etamiz. Kanada tashqi ishlar vaziri Melana Joli 4 nafar fuqaro Kanada va Xitoy fuqaroligiga ega bo'lganini va ular 2025-yil boshida qatl etilganligini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, u va o'sha paytdagi bosh vazir Justin Trudeau bu jarayonga aralashishga harakat qilgan, ammo natija bo'lmagan. Joli Xitoydan boshqa shunday vaziyatga tushgan kanadaliklarga nisbatan yengillik ko'rsatishni so'ragan. Kanadaning bu boradagi bayonotiga javoban Xitoy tashqi ishlar vazirligi vakili Moa Ninning ta'kidlashicha, Xitoy qonuni oldida barcha millat vakillariga bir xil munosabatda bo'ladi. Kanada qonun ustuvorligini hurmat qilish va Xitoyning sud suverenitetiga aralashishni to'xtatish kerak, deydi Muanin. Xitoy hukumati giyohvand moddalar bilan bog'liq jinoyatlarga nisbatan qat'iy siyosat yuritadi. Mamlakat qonunlariga ko'ra, narkotik moddalar kontrabandasi uchun uzoq muddatli qamoq jazosi, umrbod qamoq yoki o'lim jazosi qo'llaniladi. Amnesty International ma'lumotlariga ko'ra, Xitoy dunyodagi eng ko'p qatl o'tkazadigan davlat hisoblanadi. Aniq raqamlar oshkor qilinmaydi, biroq huquq himoyachilari 2023-yilda minglab odamlar qatl etilganligini qayd etgan. Ta'kidlanishicha, Xitoy odatda g'arb davlatlari fuqarolariga nisbatan o'lim jazosini kam qo'llaydi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Xitoyda sheriklari bilan birgalikda 17 nafar bolani o'g'irlab sotgan 61 yoshli ayol qatl etilgandi.